Digital xullas mana shu chiziqdan chiqmasdan 1 santimetr ham chiqmasdan, chizig'i tashqarisidagi narsalarga teginmasdan mana shu yerda yashab qolsam bo'ldi 5-6 kun. Da, Dres, agar shunaqa qilolsak, mana shu oldimizdagi mashinani yutib olishing mumkin. Mana bu mashinani aytyapsan-a, mana shuni-ya, yo-mo'yo, mana buni turishini qaranglar. Mana shu judayam chiroyli mashinani. Aha, bo'ldi, gap yo'q. Ana ujitili nima turibdi? Oldiga bor, o'zlari tushuntiradi. Aha, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Tak. Salom Jitil, bu yerda nima qilishim kerak? Xo'sh, Dres, bilasanmi, bu yerda senga 10 sekund vaqt beriladi. Ya'ni 10 sekund emas, 5 sekund. To'g'rirog'i. Aha, xo'sh, keyinchi 5 sekund ichida mana shu sandiqdagi o'zingga kerakli narsalarni olib olishing kerak. 5 sekundami? Da. Yo-mo'yo, 5 sekundda nimani olishga ulguramasan, jinniroqmisan? Yo'q, jiddiy emasman. 5 sekundda qo'ling nima bo'ladi. Короче, o'zingga kerakli bo'lgan narsalarni xullas olib olasan-da, to'g'rirog'i. Aha, yaxshi, bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa, tayyorlanib olay. Mana shunaqa bo'lib, boshlaysanmi? Da, boshlayman. Aha, bo'ldi. Qara, 5 gacha o'zim sanab birdan olsam bo'ladimi? Yo'q, men sanayman. Aha, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Tak, qani boshlayman. To'xta, nimaga ochding? Shunchaki, Chinorsan. Bilib qoldik-ku. Ha, mayli. 3 2 1 davay, boshla. qara, 3 2 1 2 davay. Hop, obunachilar, mana buni ol, mana buni, Bo'ldi. stop. Ay. 5 sekund bo'ldimi уже? Da, bo'ldi. Startga qarabda sraz ochmading-ku. Shuncha vaqting o'tib ketdi. Men musor narsalar oldim-ku, hech bola olganim yo'q. Meni ishim yo'q. Qani, boshqa sandiqlarni tekshirib ko'rdim, ololmading. Yaxshi. Ah, yo-mo'yo, obunachilar, mana buni qaranglar, survival qilish judayam ko'p narsalar bor ekan-da. Mayli, necho hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Xo'sh, jitlar, sizlar ketasizlarmi endi? Da, ketamiz. Dres, senga omad. Tak, va nihoyat jitlar ketishdi va barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan men Dritz Minecraft va yangi videoga xush kelibsizlar akalar. Bugungi videomiz o'zgacha bo'ladi akalar. Bugun biz mana shunaqa ko'rib turganingizdek, mana shunaqa qishloq videoda, ya'ni qishloq videoda biz do'stlar sizlar bilan birgalikda выживание qilib qolishimiz kerak. Da, do'stlar, mana shu uychada выживание qilsak, mana bu mashina bizaniki bo'ladi. Tushunyapsizlarmi do'stlar-da? Bizaniki bo'ladi. Mana buni turishini qaranglar. Vah, hey. Maza qilib haydasang-da do'stlar. Maza qilib motorini o'zi ham xullas-da obunachilar. Nu davay, biz ko'p vaqt cho'zmasdan videoni boshlaymiz. Qani ketdi. Davay do'stlar, biz boshlaymiz bo'lmasa. Xo'p, mana chiziqni ichiga kirdim. Ana endi bu yerdan chiqish mumkin emas, afsuski do'stlar. Даже biz mana bunday kelib 1 santimetrgina tegib ketsak ham уже rasvo emas. Уже o'yin shu joyda sразу tugaydi. Mana bu kameralar aniqlaydi. Kameralar уже jitlarni chaqiradi, что aytadi. Bo'ldi, Dritz, все уже mana shunchagina chiqib ketsak ham bo'ldi. Все, o'yin tugaydi do'stlar. Xo'p, obunachilar ketdi. Biz birinchi navbatda qizil chiziq belgilab chiqishgan, lekin bu yerda birorta ham taxta ko'rmayapman men. Nimasi bo'ladi, taxtami, nima deydi, mana bu yo'llardan asta o'tish kerak do'stlar, chiqib ketmaslik kerak, qo'rqyapman to'g'risini aytsam. Daraxt bermagan-ku voy. Men daraxt nima qilaman voy? Nimadan daraxt yasayman? Da, do'stlar, tushundim. Уже men tushundim hammasini. Demak, biz hammasini hozir bu yerda uyimizni sindirishimizga to'g'ri keladi-da. Nu da, obunachilar, boshqa ilojim yo'q. Uyimizni sindiramiz do'stlar, chunki hozir uyni sindirmasak bo'lmaydi. Aka aytgancha do'stlar, mana qaranglar, qanaqa musor narsalar oldim. Musor bular просто bilmadim nima bo'ladi, oldim, nima kerak menga bular. Mana bulardan keyin menga qaranglar, mana bu o'tlarni sindirib, urug' bittagina berdi. Qanaqa yasasam bo'ladi? O'zimga ortiqcha nimasi bo'ladi, короче, hozir ovqat yetishmovchiligi bo'ladi-da keyinchalik do'stlar. Ana shunga kelganda anaqa yasashga, короче, mana bu nima kerak bu bilmayman. Mayli, otvoramiz, bu kerak emas. Mana bu kerak. Mayli, хотя бы mana shunisi kerak do'stlar. Хотя бы mana shunisi kerak. Bu nima uchun kerak desalarni, buni menimcha ko'pchilik Minecraft o'ynaydiganlar biladi. Mana bu yerda ham даже chiziqlar bor. Yo'q, men tashqaridagini oldim. Kameralar jim hozircha, hech narsa bo'lmadi. Demak, ishlatsa bo'ladi. Mana bunda o'stirishga kerak, lekin musor. Da, bu ham bittaginaga yetdi. Okay, good bolalar. Просто ama bu tualet nima kerak? Tualet, mana sizlar tasavvur qilinglar, mana hojatxona, tualet, unitas mana. Mana bu o'tirishini qaranglar, mana bu personajning o'tirishini qaranglar. Voy nima? Meni deb emas. Do'stlar, meni deb bo'lmadi. Meni deb qazmaslik uchun do'stlar, o'zimizga mana bundoq olamiz-da, yerga tushma nariyoqqa, chunki nariyoqqa o'tib ketsa ola olmasligi mumkin. Zombilar yo'qmi? Zombilar yo'q. Hozircha yo'q-da. Menimcha birinchi kundan chiqmaslik kerak do'stlar. Chunki shunaqa anaqani yoqib qo'yishgan bular, aniq bilaman.
Birinchi kundan zombilar chiqmaydi. Nu yaxshi birinchi kundan chiqmasa, bu yerga esa biz sirasi kartochkalarni ekib qo'yamiz do'stlar. Qolgan kartochkalarni yeb ichish boshqa uchun qo'yib qo'yamiz. Tak, mana bu yerda tosh generatsiyasi. Mana bu yerda uyim yo'q qo'ysam nima deysizlar? Normal. O'tki. Xo'p, bu yerga biz mana buni qo'yib qo'yamiz. Menga bu kerak emas. Ya'ni taxtalisi kerak emas. O'shaning uchun mana bu yerdan toshli anaqani olamiz obunachi. Mana toshlisini olamiz. Oppa, mana chotdiki, ana endi biz tezroq qazishimiz mumkin o'zi. Tezroq tosh olishimiz mumkin. Okey, bittasi kuyib ketdi, ikkinchisi ham kuyib ketdi. Voy. Voy. Voy, muncha tez. Muncha tez. Bo'ldi. Bu yerga tez chiqsa zo'r bo'lardi olim. Okey. Ana shundoq. Bo'ldi. Tak 18 ta bo'lsa, biz mana bu yerga hozircha yo'q. Musor qilmaymiz do'stlar, hamma joyi. O'shaning uchun men o'zini original anaqasidan qo'yamiz. Original, 7 originali zo'ri. Da do'stlar. Xo'p, bo'ldi. Bizda mana kompyuter hamma narsa joyida. Mana bu yerda anaqa bor. Ana kartoshkalarimiz ham pishmoqda edi, ammo pishmay qolibdi. Men bundan ishlataymikan yoki 4 ta qo'yamiz mayli. Men bundan bo'ldi, do'stlar. Aytgancha menda kir bu verstak bor ekan. Obunachilar nimaga verstak yasadi? Men 4 ta taxtam ketdi. Tosh vip bizda, tosh ishlataveraman. Tosh, o'shaning uchun toshdan hozir anaqa yasab 2 ta nima kerak? Nimaga 2 ta yasadim men? Nimaga? Mayli, necho obunachilar. Necho. Xo'p, mana bu yerga bitta yer ovula, yer. Tak yer olamiz. Mana bu yerga bitta yer qo'yaman. Yo'q. Voy, ayo bo'ldi. O'zi mana bu yer anaqa edi, do'stlar, o'zi suv yo'q edi u yerda. Endi aytmoqchi bo'pman-da, bitta suv yo'q qo'rdim, quruvdan quruvga suvdan ham nimadir qilsak bo'ladi-da, o'shaning uchun aytmoqchi edim, yo'q. Adashmabman. Bo'ldi do'stlar, menga mana bu хотя бы bitta daraxt qo'yib qo'yishsa bo'lardi-da, do'stlar, o'stirib nimadir qilishga-da. Bu daraxt ham ichib balo yo'qda, hozir bor, nima qilaman bilmayman. 64 ta, 1 stagu 5 tagina bor bizda hozircha. Daraxt. Bilmadim. Ertalab tushkunigacha o'tiraman endi mashaq qilib. Va nihoyat mana shu oxirgisini olsam, voy bu mana bu ham anaqa bo'lib ketdi va bizda do'stlar ko'rishingiz mumkin. Mana ertalab tushdi, ikkinchi kun уже boshlandi do'stlar. Bizda mana bu yerda 1 stagu 7 ta blujnik, ya'ni tosh bor do'stlar. Bu juda ham zo'r do'stlar, chunki bizda toshdan juda ham ko'p narsalar qilishimiz mumkin obunachilar. Da. Okey, biz 1 kun yashab qoldik do'stlar. Men balo qilib 1 kun yashab qoldim. Sizlar bilan birgalikda ana endi hammasi joyida. Ana o mashinamni ko'raydi, hali ham joyida turibdi. Vashshi olgim kelyapti, bor do'stlar. Tak, ketdi. Mana buni turishini qara. Yo'q, jitlar, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Trets, hali sen nima bo'ladi? Ishlab turibsanmi? Da, ishlab turibman. Voy, nima qilaman? Mana bu yerda yashayapman. Mana balo batar bir balolar qilyapman. Mana hamma narsani qo'llaskarish tayyorlayapman. Yaxshi. Tayyorlayotgan bo'lsang juda ham zo'r. Aytmoqchi bo'lganim, sen hammasi shunchalik oson bo'ladi deb o'ylayapsanmi? Yo'q, nimaga unaqa deyapsan? Tushunmadim. Hozir odamga tushirib olasan. Senga xayr va omad, Trets. G'alati obunachilar o'zlari bir balo deb ketib qolishdi. Okey, ketdi. Biz o'z vijvaniyamizni qilamiz demoqchi edim. Afsuski mana bularni. Yo'q. Chinursin aytdi bu do'stlar nima demoqchi edi? Qoch. Qoch kerak. Qoch. Bu g'irromchilik. Bu вообще ko'p edi bular do'stlar. Tushunmadim, bu вообще g'irromchilik bo'ldi hozir bu yoqda. Bechora Trets, nima bo'ldi? O'lib qoldingmi? Yaxshi yasholmading-ku. Jitsel, axir u yerda juda ham ko'p zombilar edi. Men qanday qilib ularni yo'q qilishim mumkin edi hammasini? Inventariga qarachi. Inventarimga qaradim, xo'sh, nima bor inventarimda? Xo'sh, inventaringga hozir qilich solib qo'ydik. Undan tashqari esa hatto pistolet ham bor. Xo'sh, sen nima qilding?
jin ursin, pistolet borligi esimdan chiqib ketibdi-da, Jitel. Ah, bu bizga boboyimiz emas, bu sening boboy. Jitel, iltimos, menga bir marta imkoniyat beringlar. Bir marta Jitel, пожалуйста, iltimos, endi axir sizlarga ko'p yordam qilganman-ku. Ah, mayli. Bir marta imkoniyat, tushundingmi? Faqat bir marta. Agar yana adashsang, bo'ldi, все, o'yin tugaydi. Aha, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Senga rahmat. Aha, bo'ldi. Qani joyingga bor endi. Aha, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir men bularga ko'rsatib qo'yaman, obunachilar. Pistoletim borligi esimda yo'q, do'stlar. Pistoletim borligi esimda yo'q. Pistolet, ha, to'g'ri, do'stlar. Pistoletim bor edi menda. Qaranglar, mana. Mana. Bittada do'stlar o'ldirib yuboryapti. Ko'ryapsizlar mana. Bittada mana do'stlar, ke oxirgisini qiynab o'ldiraylik do'stlar. Mana bittada o'ldirib yuboryapti pistoletim do'stlar. Zombilar qandaydir kamayib qo'yganmi yoki menimcha hozir mana buni sal nimasini pasaytirmasam bo'lmaydi, juda baland. Menimcha ikkitasini o'ldirgan edim, da do'stlar, bo'ldi, esimga tushdi. Hop, okey do'stlar, bo'ldi. Mana davom ettiramiz do'stlar. Bu oxirgi xato, bu birinchi va oxirgi xato bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa boshqa xato qilmayman do'stlar. Boshqa xato qilishga haqqim ham yo'q. Aytgancha mana bu yer qizil, bu yo'q. Bu yerdan o'tsa bo'ladi. Bu shunchaki yer tagi, bilasizlar, chunki anaqani oldik. Yer tagi mana bular hali ham o'smabdimi? Voy, qanaqasiga o'smaydi? Mana bu nima? Nimaga? Uf. Mayli, obunachilar, kelinglar, biz mana bu yerda o'zimizga pishgan anaqalarni olamiz hammasini. Mana bu yerga yana 2-3 ta anaqa qo'ysam, ozroq kartoshka yeb olaman. Okey, bo'ldi, meni jonim to'ldi do'stlar. Xo'p, endi nima qilsam bo'ladi do'stlar? Hayronman. Вообще zerikarli bo'lib ketdi bu yoq do'stlar. Mana bu yerda 64 ta anaqa ham turibdi. Kelinglar, zerikmaslik uchun yerlarda mana bunaqa qilib chiqamiz, ya'ni joylarimizni, o'zimizni joyladi do'stlar. Yana bir narsa, bugun kechqurun menimcha aniq zombilar chiqadi. Уже hozirdan zombilar qo'yishib yuborishdi. Ya'ni qo'yib yuborishdi. Oppa, mana уже hozir kechqurun tushadi do'stlar va bizlarni ikkinchi kunimizda почти o'tadi do'stlar. Ikkinchi kunimizda почти o'tadi do'stlar. Keyin уже mana bu yerga kiraman, kompyuterimni o'ynab o'tiraman do'stlar. Kompyuterlarni olib ketishmagan. Mana shunisi menga plus vaqtni o'tkazish uchun kechqurun. Hop, qaranglar. Hozir zombilar уже paydo bo'lishni boshlaydi asta-asta. Do'stlar, agar bizga hujum qilsa zombilar, hammasini o'ldirib tashlaymiz do'stlar. Ana uni qaranglar. Quyosh botishini qaranglar, vashcha zo'r bo'tyapti. Yoshimiz juda ham zo'r botmoqda va kechqurun ham tushdi do'stlar. Qani endi ko'ramiz bizga qanaqadir zombilar xavf tug'diradimikan, yo'qmikan. Ya'ni bizga zombidan tashqari anaqa ham bo'lishi mumkin do'stlar. Mana buni turishini qaranglar. Vah, hey. Haydagim kelyapti-da, lekin do'stlar, men hozircha hech qanday zombilar ko'rmayapman. Nimadir, yo'q spam bo'lishmayaptimi, bilmadim-u. Yo'q, qizil chiziqqa kelganim yo'q do'stlar, adashmaymiz. Hali qizil chiziqqa kelganim yo'q. Zombilar, qani sizlar, zombijonlar? Bu yerda hech qanday zombilarni ko'rmayapman, lekin do'stlar, to'g'risini aytsam, demak hech qanday zombilar yo'q, to'g'rimi? Уже oy ham chiqdi. Oy tezligini qaranglar, yo'qmi? Nima bir kechqurun tez o'tadimi? Opa, mana bitta zombi menimcha meni ko'rdi. Meni ko'rdi do'stlar. Men oldimga qarab kelyapti. Okey, все, nima qizil oymi, nima bo'ldi? Hamma joy qip-qizil do'stlar. Tushunmadim, qandaydir yomon narsa qilishdimi bu jitellar do'stlar. Ke urishib olaylik-ki. Ke. Do'stlar, iloji boricha mana bu qilich bilan urishga harakat qilaman, chunki o'qqa asrash kerak. Agar qanaqadir yomon galem deb banjir, qanaqa galem? Bu yerda qanaqa galem, nima aloqasi bor bu yerga do'stlar? Qanaqadir yomon zombilar chiqib qolsa demoqchiman do'stlar. Okey, bu yerlarda zombilar yo'q. Bu yerlarda ham hozircha hech qayerda zombi yo'q. Menimcha do'stlar, bugungi video ham o'z nihoyasiga yetsa bo'ladi. Bugun video yo'qmi, nima bo'ldi? To'xtatib turamiz. Bu bizani vijvaniyamizni birinchi qismi edi do'stlar. Birinchi qismi. Hali menimcha bu 2 ta yoki 3 ta qismga bo'linishi mumkin obunachilar. Biz ko'rdinglar, bugungi videoda sizlar bilan birgalikda 2 kun yashab qoldik. Почти 2 kun yashab qoldik. 1 kun yashadik, to'g'ri. Ertadan boshlab 2-chi kun yo'q. Bugun 2 kun yashadik do'stlar. Почти 2 kun yashadik. Buni ertalab otsa 2 kun bo'ladi do'stlar. Bu videoda 2 kun yashadik почти. Keyingi videoda qancha kun yashaymizni bilmayman do'stlar. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, podдержка qilib turishda davom etinglar do'stlar. Keyingi qismlar albatta 1 likedan so'ng. Davay. Hammaga xayr obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.